Qarang, men eng hurmat qilayotgan yigitlarim bor. Choyxonalardami, davralardami bir joyda o'tirgan bo'lsa, endi tog'am kelgan bo'lsa, onasi telefon qiladi. "Labbay onajon, bolam kelyapsizmi? Xavotir olyapman" desa, "Xo'p bo'ladi onajon, hozir yetib boraman" deb bir qoshiq ovqat olgan bo'lsa ham, birodarlar, menga uzr. Onam xavotir olib o'tirsalar, meni tomog'imdan ovqat o'tmaydi. Yana bir boshqa diydor qilarmiz deb o'rnidan turib ketadi shu yigitlar. Agar o'sha davrada birortasi "O'tir endi, bir oydan beri o'tiribmiz" desa, "Do'stim, men shu oshni yeb borgunimcha onam hayot bo'lib o'lmay qoladi" deb kafolat beralasizmi? Kafolat beralmayman. Alloh umr bersa, kelasi oy ham siz bilan o'tirib oshaymi? Ammo onamni topalimman, do'stim. Bizni mashinchalik bo'lgunimizcha onam adoyi tomon bo'lganlar. Hayotda ochiq chuchuklar onamni egib sochlarini oqartirib yordi. Endi meni ham hasratda kutishini xohlamayman onamni. O'sha bolalarning gapi hech qachon yerda qolgan emas. O'zi kichkina bo'lsa ham savlatli o'sha bolalar. Ilmi yo'q bo'lsa ham hurmati baland. Nimaga? Onani rozi. Birinchi o'ringa onani qo'yadi. Telefonini bunday qizillab qo'ymaydi, hada telefon qilishaveradi. Birodarlar, bu ertaga do'stlarni saf-saf qilib topasiz. Pulni qop-qop qilib topasiz, yana aytaman. Onani topib bo'lmaydi.